Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, hurmatli internet tarmog'ining kuzatuvchilari va China Motors obunachilari. Barchangizni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Sizlar uchun bir ajoyib video tayyorlamoqchimiz. Demak, yonimda turgan ushbu mini gruzaykalar Victory brendi hisoblanadi. Bularni hozir sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, ekranlarga yaqinroq joylashib olamiz va like, podpiska tugmasini ham bosib qo'ysangiz, biz xursand bo'lamiz. Endi esa videomizni har doimgidek boshladik. Xitoyning Chengong avtomobil zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu mini gruzaykalar Victory brendi deb atalgan. Bularni hozirgi paytda O'zbekistonda ikki xil varianti sotilib kelinmoqda. Demak, ko'rinishi jihatdan demoqchiman, lekin o'zi 4 xil varianti bo'ladi. Demak, hozir ko'rib turganingiz bu K3 modeli va K4 modeli. Demak, K3 modeli bu yakka kabinali hisoblanadi, K4 modeli esa bu qo'sh kabinali varianti bo'ladi. Demak, buni kapotini tagida qanday motor joylashtirilgan? Dons motor 1.6 lik hisoblanadi. 122 ot kuchini o'z ichida jamlagan va bu benzinda harakatlanadi. 100 kilometrga 7-8 litr benzin sarflaydi. Benzinni umuman daxli yo'q. Xohlang 80 qo'ying, xohlang 92 qo'ying, farqi yo'q. Bundan tashqari bu motorga siz bemalol propan hamda metan o'rnatsangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib. Demak, Victory K3 modelini bortini razmeriga keladigan bo'lsak, uzunligi 3 metr 30 cm, eni esa 1 metr 70 cm tashkil etadi va balandligi, ya'ni chuqurligini hisoblaydigan bo'lsak, 37 cm ga teng bo'ladi. Endi bundan tashqari K4 modelimizga keladigan bo'lsak, qo'sh kabinaliga buni uzunligi 2 metr 55 cm, eni K3 bilan bir xil, ya'ni 1 metr 70 cm va balandligi 37 cm ni tashkil etadi. Endi qancha yuk ko'tara oladi desangiz, dokument bo'yicha bular 2 tonna yukni ko'tara oladi. Lekin o'zbekchilikda hammamiz bilamiz, bunga qarab o'tirmaymiz, 3 tonnani bemalol bosib ketsak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, 3 tonna ko'tara oladi dedik. Endi buni ko'tarish uchun albatta baquvvat rama bo'lishi kerak. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Qo'sh ballonli bo'ladi. Yana bir narsaga e'tibor beramiz. Ballonlar radiusi 14 lik va keng ballonlar o'rnatilgan. Demak, ingichka ballonlar emas. Ballonini almashtirish shart bo'lmaydi. Ramaga e'tibor beramiz. Haqiqiy zavodskoy narsa zaklopkada bo'ladi. Svarka ishlatilmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Maxsus o'zini reyka desak bo'ladi yoki maxsus material o'rnatilgan kuzov bilan ramaning orasiga. Bu ham bitta plyusga kiradi. Bu tomonlariga ham e'tibor beramiz. Konstruksiya juda ham baquvvat yaratilgan. Risorlar 5 talik bo'ladi orqa tomon. Birlikda sizlar bilan ushbu mini gruzaykani salon qismini ham ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, Victory mini gruzaykining qo'sh kabinali, ya'ni 5 o'rindiqqa ega bo'lgan salonini ko'rib chiqamiz. Rul elektrousilitilli rul bo'ladi va multimedia tizimi ham o'rnatilgan. Bemalol bu tomondan boshqarsangiz bo'ladi. Zo'r, qani bitta nosi bor ekan, rul shu holatda demak turadi. Buni past, baland yoki ichkariga va tashqariga chiqarsangiz bo'lmaydi. Yuqori tezlik 160 km/soatgacha ekan va o'rtada maxsus kichkinagina elektron ekranga ega bo'lgan. Mexanika quti 5 uzatmali, pechkasi bor, konditsioneri ham mavjud bunda. Qo'shimcha mamduq zaryad uchun va fleshka qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa portlar ham o'rnatib qo'yilgan. Bundan tashqari monitoriga ega va orqa kamerasi ham mavjud. Zo'r. Bu tomonda ya'ni tirsak qo'yadigan joy va bu yerga kichkina o'zini joyiga ham ega. Zo'r. Bardachok qismini ham ko'ramiz hozir. Bardachokga ham bitta kitob sig'adigan bardachok bor ekan. Zo'r. Sideniyalarimiz
nima desa bo'ladi? Yaxshi, ixchamgina. Oyna ko'targichilarimizga e'tibor beramiz. Bu elektron ekan, zo'r va eshiklari blokirovkasi ham mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, demak ushbu mini gruzoyklarimiz nech pul bilan xarid qilsangiz bo'ladi? Hozir sizlarga buni ham aytib o'tamiz. K3 modelini siz hozirgi kunda 18 ming dollar bilan xarid qilsangiz bo'ladi. K4 modelini esa, ya'ni qo'sh kabinalini 18.500 dollardan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu narx yakuniy narx emas, albatta. Kelganingizda, mashinani ko'rganingizdan keyin baholashsak yana bo'ladi. Endi batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha qandaydir savollaringiz bo'lsa, pastda ko'rsatilgan raqamlarimizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Aytgancha, ushbu mini gruzoyklarimizni oldi ko'rinishi qaysi avtomobilni sizlarga eslatyapti? Albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Endi esa sizlar bilan xayrlashamiz va keyingi videolarimizda ko'rishguncha deymiz.